Bugun sizlar bilan rasm chizishni bilmaydigan, lekin bolajonlari uchun rasm chizishga majbur bo'lgan ota-onalar uchun video darslik tayyorlaymiz. Buning uchun biz avtodraft.com saytiga kiramiz. Tasavvur qiling, farzandingiz uchun biror bir hayvon rasmi chizish topshirilgan. Qo'lingizdan kelguncha hayvon rasmini chizasiz va saytning o'zi avtomatik tarzda sizga bir qancha variantlarni taklif etadi. Mana ot rasmi tayyor. Endi rasmni kattartirib beramiz. Farzandingiz oq qog'ozini monitor ekraniga qo'yib, sekingina ot rasmini ko'chirib oladi. Yoki farzandingiz uchun mashina rasmi chizish topshirilgan. Mashinani chizamiz. Mana mashinamiz tayyor. Agarda sizda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ushbu rasmni printerdan chiqarib olasiz va rasmni farzandingizga berasiz. Farzandingiz rasmni oyna ustiga qo'yib, sekingina ko'chirib oladi. Agarda ushbu videomiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosing. Va videolarimiz sizga birinchilardan yetib borishini istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling.